oksidlandi. Hosil bo'lgan cho'kmani to'liq eritish uchun 0,8 mol xlorid kislota tutgan eritma sarflandi. Alkenni aniqlang deyilyapti. Demak, alkenlarni kaliy permanganatni suvli eritmasi. Cn bu Wagner reaksiyasiga to'g'ri keladi. 324 ga 322 deb o'rganganmiz. Demak, uning formulasi NH2N kaliy permanganat plus suv hosil qiladi 2 atomli spirt OH dan 2 plus marganiz 4 oksidi plus kaliy gidroksid. Bolalar, cho'kma deyilgan. Marganiz 4 oksidi amfoter oksid, cho'kma, to'g'rimi? Haligi kislorodda olinish reaksiyalarida katalizator, qora kukun deymiz. Demak, 324 ga 322 holatda nisbatan tenglanadi. Cho'kmani neytrallash, eritish uchun 0,8 mol xlorid kislota sarflandi. Demak, marganiz 4 oksidiga xlorid kislota beradigan bo'lsak, marganiz xlorid xlor plus suvni hosil qiladi. Reaksiyani tayyorlaganimizda xlordan 4 ta, demak, xlorid kislotani 4 qo'ysak, suvdan 2 qo'ysak 4 ta bo'ladi. Vodorod atomi teng bo'ladi. 1 mol marganiz 4 oksidni eritish uchun 4 mol xlorid kislota sarflansa, masalan, shart bo'yicha 0,8 mol uchun qancha marganiz 4 oksid sarflangan deb topadigan bo'lsak, 0,4 ga bo'lsa 0,2 mol marganiz 4 oksid sarflanadi. Masalan, sharti bo'yicha 1608 gram alken kirishgan. 1608 gramidan biz cho'kmani 0,2 mol deb oladigan bo'lsak, 2 moldan qancha alken reaksiya kirishgan, neytrallangan suvli eritmasini kaliy permanganat deb oladigan bo'lsak, 1608 ni 2 ko'paytirib 0,2 ga bo'lsa 10 barobar katta, demak 168 gram bo'ladi. Demak, alkenni tayyorlaganimizda 3 mol uchun 168 gram bo'lgan. 168 ni bo'lib olamiz 3 ga. Nechta kelib chiqadi? 56. Alkenlardan massa topish qanaqa edi? 14. To'ppa-to'g'ri. 14 n teng 56 ga. Endi qiymatini topinglarchi. 4 bilan. 4. Demak, buten, to'g'rimi? Izopenten, propen, etilen, izobuten bo'lgan. Vodorod atomi to'rtta bo'lgan uchun izobuten holatda olsak, javobimiz to'g'ri kelaveradi. Xo'p, bolalar, keyingi savol. Demak, bolalar, qaranglar, 56 mol nisbati 3 ga 4. Metan alken. Yetarli miqdor kislota olganda bundan kislorodning 3 dan 2 qismi alken uchun sarflanadi, qolgan bir qismi alkan uchun sarflangan bo'ladi. Noma'lum alken toping deyilyapti. Nisbatlardan foydalanib topsak bo'laveradi. Xo'p, metanni yoqasizlar. Xo'p, 3 dan 2 qismi alken uchun sarflanadi deb oladigan bo'lsak, sodda savolda. Metan bilan alkenni yoqasizlar bolalar. Nisbatlar qo'yib olasizlar. Alkanga 3 mol, alkenga 1 mol. Bunda kislorodning 3 dan 2 qismi alken uchun sarflangan bo'lsa, qolgan bir qismi nima uchun bo'ladi? Alkan uchun bo'ladi. Alkandan ketasizlar. Demak, alkandan 3 moldan topadigan bo'lsa, qolgani alkenga qoladi. Kislorod sarflanishi. Keyin nima demoqchiman, qaranglar. Bundan ko'ra ishlab qo'yganim yaxshi, oddiy savol, lekin ishlasak bo'laveradi. Metan bilan alken bilan alkanni yoqdik mana. Karbon tangidrid plus suv 2 qo'yamiz. Hop, 2 ta 2 ta 4 ta, demak 2 qo'ysak teng. Alken CnH2n plus 1,5NO2. N ta karbon tangidrid plus N ta suv. Bolalar, qaranglar. Nisbat nechiga necha? 3 ga 4. 3 ga 4 bo'lganda, hop, kislorodning 3 dan 2 qismi alken uchun sarflansa, qolgan bir qismi nima uchun qoladi? 3 dan 1 qismi alkan uchun qoladi. Demak, 1 mol uchun 2 mol sarflansa, 3 mol uchun 6 mol sarflanadi. Demak, qaranglar bolalar. Hop, 6 mol bo'lganda 3 dan 1 qismi alkan uchun qolgan bo'lsa, 3 taqsim 1 holatda yozib olaman, chunki alkan uchun qolgan. Endi 3 dan 2 qismi alken uchun qoladigan bo'lsa, 3 dan 1 qismi shunga qoladi. Demak, 2 taqsim 3 holatda qo'yib olsak, qolgani alken bo'ladi. 6 ni 2 ko'paysa 12, 3 ga bo'lsak 4 holatda bo'ladi, to'g'rimi?
3 ta 2 qism bo'ladigan bo'lsa, to'g'ri. 1 taqsim 3 holatda bo'ladigan bo'lsa, 3 dan 1 hisoblanadi. Hop. 18 da demak hop, demak bola mana bu 6 3 qism bo'ladigan bo'lsa, bir qismi alkenga qolsa, 1 taqsim 3 holatda bo'ladi. 6 kira 3 necha bo'ladi? 6 kira 3 18 bo'ladi. Demak, 18 alkenga qo'ygan. 18. Alkenga qo'ygan. 4 mol uchun 18 bo'lsa, 1 mol uchun qancha deb hisoblasak qancha bo'ladi? 18 da 4 ga bo'lsanglar 4,5 bo'ladi. Demak, 1,5 n teng 4,5 ga bo'lsa, endi qiymatini topsanglar, mana shu uglevodorod kelib chiqadi, ya'ni alken kelib chiqadi. 4'ni 1,5 ga bo'ladi. 3 bo'ladi. Qaysi alken? Propen. Bajo. Bolalar qaranglar, keyingi. 57 etil xloridga kaliy gidroksida spirtga eritmasi ta'sir etilganda 80% unum bilan 22 kg alken olindi. Reaksiya uchun olingan xloralkan miqdorini hisoblang deyilyapti. Masala juda ham sodda. Qaranglar qanday ishlanadi. Etil xloridga S2H etil xlorid S2H5 xlor plus kaliy gidroksida spirtga eritmasi berdik. Etilen hosil bo'ladi S2H4. 22 gram etilen hosil qilibdi. 28 gramidan 1 mol deb oladigan bo'lsak, 22 gramdan qancha deb hisoblaysizlar? 22 28 ga bo'linglar-da. 0,8. Bola, mana shu 0,8 molimiz 80% unum bo'ladigan bo'lsa, 100% da qancha qilib qo'ysanglar javob chiqadi. 0,8 ni 0,8 ga bo'linglar. 0,8 0,8 ga bersa nechga chiqadi? Bolalar. Bir bo'ladi. Bir bo'ladi, nimaga aytmayapsizlar? 0,8 Bir chiqadi. chunki 80 bilan 100 qisqarsa, 0,80 100 ga bo'lsanglar ham 0,8 kelib chiqaveradi-yu. Ya'ni 0,8 100 ga ko'paytirib 80 ga bo'lib yurmanglar dedim-da, 0,8 0,8 ga bo'lib qo'yinglar dedim. 58 mayli. 1 mol etil xloridga kaliy gidroksida spirt eritmasi bilan kirish eritirilganda 50% unum bilan necha gram alken olinadi deyapti, bo'ldi shu. Mana shu reaksiya. Etil xlorid S2H5 xlor kaliy gidroksida spirtga eritmasi berdi, etilenni oldingiz. Endi uni teskarisi 1 molidan 28 gram hosil qilsa, 1 moli mana shu 50% unum bilan bolalar 50% unum deganda men ikki qo'yib qo'ydim. Nimaga? 1da 0,5 50% ni topib turib ham ketaverasizlar. 1da 0,5 ga ko'parsanglar, ya'ni 0,5. Qancha alken hosil bo'ldi deysizlar? Ya'ni 0,5 da 28 ga ko'parsa 28 yarmi, ya'ni 14 gram bo'ladi. Tushundinglarmi?